Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz siz bilan suyuqliklarning ichki ishqalanish koeffitsiyentini stok usulida aniqlash laboratoriya ishi bilan tanishamiz. Bu ishning asosiy maqsadi suyuqliklarda harakatlanayotgan sharsimon jismlarning harakatini o'rganish hamda suyuqlikning ichki ishqalanish koeffitsiyentini aniqlashdan iborat. Bu laboratoriya ishi uchun kerak bo'ladigan asboblar bilan tanishib chiqamiz. Bizga kerak balandligi 40-50 sm keladigan shisha silindr va aniqlanishi kerak bo'lgan suyuqlik. Bizda bu suyuqlik o'simlik yog'i hisoblanadi. Bizga yana kerak shtangin sirkul kerak. Bu shtangin sirkul bizga nima uchun kerak? Bu shtangin sirkul bizga mana bunday kichik sharchalarni diametrini aniqlab olish uchun kerak bo'ladi. Bizga yana kerak pinset kerak. Yana bizga kerak sekundomer. Bu sekundomer yordamida biz vertikal harakatlanayotgan suyuqlik ichida vertikal harakatlanayotgan sharchaning ma'lum bir masofadan tushish balandligi uchun ketgan vaqtini aniqlash uchun kerak bo'ladi. Bizda o'zi mana bu shisha silindrimizda sharchaning tushishi uchun masofalar o'zi belgilab qo'yilgan. Shunday bo'lsa-da, biz buni yana bir marta tekshirib ko'ramiz. Demak, mana bu harakat oxiri, mana bu masofalar o'sha belgilangan masofalar hisoblanadi. Mana 30 sm, 20 sm, 10 sm va harakat oxiri. Demak, bu silindrimizda masofalar to'g'ri belgilab qo'yilgan. Biz laboratoriya ishining tajriba qismini bajarishdan oldin ozgina nazariy qismiga ham to'xtalib o'tamiz. Suyuqliklar bir qatlami ikkinchi qatlam bilan harakatlanganda ular ichida ichki ishqalanish kuchlari hosil bo'ladi. Ichki ishqalanish bilan hosil bo'lgan suyuqlik xossasiga suyuqlikning qovushqoqligi, ya'ni bu yopishqoqligi deyiladi. Suyuqlikning ichida hosil bo'ladigan ichki ishqalanish kuchlarini birinchi bo'lib Newton aniqlagan va bu nimaga teng ekan? Demak, suyuqlik ichida suyuqlik molekulalari orasida hosil bo'ladigan ishqalanish kuchi barobar delta V delta X ko'paygan S ga teng ekan. Bu formulaga qaraydigan bo'lsak, mana bu formulada S bir-biriga tegib turgan qatlamlar yuzasi, delta V delta X tezlik gradienti deyiladi va bu suyuqlik molekulalarining bir qatlamdan ikkinchi qatlamga o'tganda tezligini jadallanish sur'atini xarakterlaydigan parametr hisoblanadi. Bu suyuqlikning tabiatiga bog'liq bo'lgan kattalik bo'lib, qovushqoqlik suyuqlikning qovushqoqligi deyiladi. Mana shu formuladan biz mana bu qovushqoqlikning o'lchov birligini, xalqaro birliklardagi o'lchov birligini keltirib chiqarishimiz mumkin. Bu formuladan ettani topsak, etta barobar F ishqalanish taqsim delta V delta X ko'paygan S ga. Va bunda kattaliklarni birligini qo'yib chiqsak, kuchimiz Newtonda, tezligimiz metr taqsim sekundda, masofamiz metrda va yuzamiz metr kvadratda. Va biz bundan Newton ko'paygan sekund taqsim metr kvadratni hosil qilamiz. Bu formulada Newton taqsim metr kvadrat bu paskalni beradi. Mana paskal ko'paygan sekund. Demak, mana bu qovushqoqlikning xalqaro birliklardagi o'lchov birligi paskal ko'paygan sekundlarga teng ekan. Siz ba'zi adabiyotlarda yana qovushqoqlikning puazlarda o'lchanadigan birligini ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, qovushqoqlik puazlarda ham o'lchanadi, lekin bu kichik birliklarda, bu xalqaro birliklarda bo'lsa, puaz bu CGC sistemasida kichik birliklarda. Demak, bir puazimiz barobar 0,1 paskal ko'paygan sekundga teng ekan. Barcha suyuqliklarni ozmi ko'pmi qovushqoqligi mavjud. Masalan, kedir moyiniki 1,2, gliserinniki 1,4, nimaniki suvnikini oladigan bo'lsak, suvniki qovushqoqligi 0,1000dan 1 ga teng. Qovushqoqlik
koeffitsiyenti, ya'ni ichki ishqalanish koeffitsiyenti temperaturaga teskari proporsional hisoblanadi. Ya'ni temperatura oshsa qovushqoqlik kamayadi, temperatura kamaysa qovushqoqligimiz ortadi. Bunga oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, yaxshilab tushunib olish uchun, mana buni biz hozir xona temperaturasida buni ichiga biz sharchani tushirib ko'rganimizda, sharchaning tushish vaqti bilan buni biz xona temperaturasidan past temperaturaga qo'yganimizda sharchaning tushish vaqti orasidagi farqdan ham bilib olsak bo'ladi. Chunki temperatura pasaygan sari buning ichidagi qovushqoqligi ortib boradi. Suyuqliklarning qovushqoqligini to'g'ridan-to'g'ri o'lchaydigan asbob mavjud. Bu viskozimetr deb ataladi. Hozirgi vaqtda qovushqoqlikni juda aniqlikda o'lchab beradigan elektron viskozimetrlar ham mavjud. Lekin shunga qaramasdan, ishqalanish kuchlari bilan bog'liq bo'lgan yana bir necha usullardan foydalanib, laboratoriya sharoitida ham ichki ishqalanish koeffitsiyentini aniqlasak bo'ladi. Xuddi shunday usullardan bittasi bilan bugun tanishamiz. Bu usul kichik sharchalarning harakatiga, suyuqliklardagi harakatiga asoslangan usul bo'lib, Stokes usuli deyiladi. Bu usulni 1845-yilda ingliz fiziki Stokes aniqlagan va bu kuch demak F ishqalanish barobar 6pi eta v ko'paygan r ga teng. Ya'ni suyuqliklarda harakatlanayotgan sharsimon jismlarga ta'sir etuvchi kuch suyuqlikning qovushqoqligiga, sharchaning tezligiga hamda sharchaning radiusiga bog'liq ekan. Shunga ko'ra suyuqlikda vertikal harakatlanayotgan, mana bunday harakatlanayotgan sharchaga birdaniga 3 ta kuch ta'sir etadi. Bu birinchisi sharchani pastga tomon harakatlantiruvchi og'irlik kuchi, ikkinchisi sharchani suyuqlikdan itarib chiqaruvchi Arximed kuchi, uchinchi kuchimiz bu suyuqlik ichida sharcha bilan hosil bo'ladigan ishqalanish kuchi, F ishqalanish. Bu yerda sharchaga teng ta'sir etuvchi kuchimiz mana shu 3 ta kuchning yig'indisidan iborat bo'ladi. Biz buni quyidagi formula yordamida ifodalaymiz. F barobar P plus F Arximed plus F ishqalanish kuchi. Endi bu rasmga qaraydigan bo'lsak, mana bu og'irlik kuchimiz pastga, Arximed va ishqalanish kuchlarimiz yuqoriga yo'nalgan. Shuning uchun rasmdan biz formulani quyidagi ko'rinishda yozamiz. P minus F Arximed plus F ishqalanish deb yozib olamiz. Harakat boshida og'irlik kuchi Arximed kuchi va ishqalanish kuchidan katta bo'ladi. Ya'ni P katta, F Arximed plus F ishqalanish. Sharchaning tezligi orta borgan sari ishqalanish kuchi ham ortib boradi va ma'lum vaqt o'tgandan keyin sharchaning tezligi o'zgarmay qoladi va sharcha tekis harakat qila boshlaydi. Ana shu vaqtda kuchlarning umumiy yig'indisi ta'sir etuvchi kuch 0 ga tenglashadi. F Arximed plus F ishqalanish. Ana shu vaqtdan boshlab biz ichki ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu formuladan biz ishqalanish kuchini topsak, ishqalanish barobar P minus F Arximedga teng bo'ladi. Va biz mana shu formuladan foydalanib, bugungi laboratoriya ishining ishchi formulasini keltirib chiqarishimiz mumkin. Bu formulada ishqalanish kuchi bu Stokes kuchi. Demak, Stokes kuchimiz ishqalanish kuchi barobar bu 6pi eta v ko'paygan r ga teng. P bu sharchani pastga tomon harakatlantiruvchi og'irlik kuchi, P barobar mg ga. Biz massani zichlik orqali ifodalab olsak, bu yerda zichlik bu jismniki bo'lganligi uchun sharchaning zichligi deb qo'yamiz. Ko'paygan v ko'paygan j ga. Bu yerda
hajm sharning hajmi bo'lganligi uchun biz formulani yana quyidagicha yozib olamiz. 4/3 pi r kub rho sharcha ko'paygan j ga. Bu yerda Arximed kuchi sharchani suyuqlikdan itarib chiqaruvchi kuch. Demak, F Arximed barobar bu rho suyuqlik ko'paygan v ko'paygan j ga. Biz buni 4/3 pi r kub rho suyuqlik ko'paygan j deb yozamiz. Va bu topilgan mana bu kuchlarning qiymatini mana bu oxirgi ifodaga qo'yamiz. Oxirgi ifodaga qo'ysak, demak 6 pi etta v ko'paygan r barobar mana bundan to'g'ridan to'g'ri mana o'xshash xatlarni qavsdan tashqariga chiqarib yozsak ham bo'ladi. Demak 4/3 pi r kub bizda mana bu j qavs ichida qoladi rho sharcha minus rho suyuqlik qoladi. Endi biz bu formuladan mana bu kattaligimiz, ya'ni v'miz teks harakat. Biz aytdik, ma'lum vaqtdan keyin sharcha teks harakat qila boshlaydi dedik. Shuning uchun teks harakatda tezlik formulasidan v ni o'rniga L taqsim t ni hamda mana bu radiusimiz diametrning yarmiga tengligidan d taqsim 2 dan foydalanib bu kattaliklarni mana bu kattalikdagi v ga hamda r ga qo'ysak, bizda quyidagi formula hosil bo'ladi. Etta barobar 1/18 rho sharcha minus rho suyuqlik j d kvadrat t taqsim l formula hosil bo'ladi. Va bu mana shu formula bugungi laboratoriya ishining ishchi formulasi hisoblanadi. Endi biz mana shu formuladagi kattaliklarni qarab chiqamiz. Mana bu yerdagi rho sharcha materialining zichligi, biz bugun laboratoriya mashg'ulotida mana bunday kichkina plastmassa sharchalardan foydalanamiz. Bu sharchamizning adabiyotlarda berilgan qiymatlari 850 dan 1800 kilogramm taqsim metr kubgacha. Biz bugun foydalanadigan mana bu sharchaning zichligi 920 ga teng. Rho suyuqlik mana bu silindr ichidagi biz bugun qovushqoqligini aniqlayotgan suyuqligimiz, ya'ni moyning, o'simlik moyining zichligi bu 900 ga teng. 900 kilogramm taqsim metr kubga teng. J bu erkin tush tezlanish. Biz erkin tush tezlanishning qiymatini bilamiz. 9,8 metr taqsim sekund kvadrat. Mana bu D ni hamda T va L larni biz hozir laboratoriya qurilmalaridan o'lchab aniqlab olamiz. Endi biz laboratoriya ishining tajribaviy qismiga o'tamiz. Birinchi navbatda biz shtangin sirkul yordamida sharchaning radiusini o'lchaymiz. Sharchaning radiusini o'lchab olamiz va buni doskaga qiymatini yozamiz. Demak, sharchamizning diametri 6 mm. Buni biz doskaga yozamiz. 6 mm deb. Doskani ikkinchi tomonini ochaman va mana bu yerga kerakli qiymatlarni yozaman. D demak 6, mana bu yerga 6 10 darajasi minus 3 yozamiz. Navbatdagisi bu mana bu penset yordamida biz penset yordamida plastmassa sharchalarni mumkin qadar mana bu suyuqlikning o'rta qismidan va suyuqlikning sathiga yaqin qilib tashlashimiz kerak. Chunki biz yuqorida aytib o'tdik, sharchani birinchi tashlaganimizda bu teks tezlanuvchan harakat qiladi va qandaydir vaqtdan keyin sharchaning tezligi teks harakatga aylanadi dedik. Shuning uchun biz sharchalarni suyuqliklardagi tushish masofasini belgilab olamiz. Demak, biz birinchi tajribada sharchani 30 cm balandlikdan tushiramiz va sekundomer yordamida o'sha masofani o'tish uchun ketgan vaqtini sekundomer yordamida o'lchab olib jadvalga yozamiz.
Demak, birinchi tajribani boshlaymiz. Agar bu sharchalar idish devoriga yaqin bo'lib qolsa, idish bilan ishqalanishi kattaroq chiqib, biz aniq natijani ola olmasligimiz mumkin. Shuning uchun biz hozir sharchani suyuqlikka yaqinroq hamda o'rta qismidan tashlashga harakat qilamiz. Demak, sharchani tashladim. Vaqt ketdi. Vaqt tugadi. Demak, sharchaning tushish vaqti 4:76 sekund. Mana bunga 0,3 metr 4:76 sekund deb yozib qo'yamiz. Endi ikkinchi sharchamizni olamiz va ikkinchi sharchani endi 20 sm masofadan tushishi uchun ketgan vaqtni aniqlaymiz. Sharchani tashladim. Vaqt ketdi. Tugadi vaqtimiz. Demak, 20 sm masofani bosib o'tish uchun ketgan vaqtimiz 3:15 sekund ekan. Demak, sharchalar bizda bir xil o'zgarmaydi. Shuning uchun diametrini yozib qo'yamiz. -3. Endi biz 10 sm masofada sharchaning tushishi uchun ketgan vaqtni aniqlaymiz. Sharchamizni olamiz va suyuqlik ichiga tushiramiz. Vaqt ketdi, vaqtimiz tugadi. Vaqtimiz 1:56 sekund. 1:56 sekund. Mana biz 3 ta sharcha uchun tajribani o'tkazdik. Bu olingan natijalarni hammasini, mana bu qiymatlarni hammasini mana bu ishchi formulaga qo'yib hisoblab qovushqoqlik koeffitsiyentini aniqlashimiz mumkin. Mana bu yerga zichliklarini ham yozib qo'yaman. Ro sharchamizning zichligi 920 kilogramm taqsim metr kub. Suyuqligimiz o'simlik moyining zichligi 900 bizda. 900 kilogramm taqsim metr kub. Tajribada olingan mana bu qiymatlarni barchasini biz ishchi formulaga qo'yib, qovushqoqlik koeffitsiyentini aniqlab olamiz. Tajriba davomidagi keyingi qilinadigan natijalarni biz xatoliklar nazariyasidan foydalanib topamiz. Ya'ni mana bu qovushqoqlik koeffitsiyentlari, qovushqoqlik koeffitsiyentining o'rtacha qiymati, absolyut xatoligi va nisbiy xatoligi bilan laboratoriya ishini yakunlaymiz. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bugungi mashg'ulotimizni yakunlaymiz. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr.